Nega dildorimni xafa qilding? O'zi aytmadim nimaga xafa qilganmi? Sochidan tortib sudrabsan. Rosa bu mag'rur gaplar bilan so'kibsan. Men uni sochidan tortib sudraganim yo'q. Bir-ikki og'iz qattiq gapirdim. Chunki shunga yarasha ish qildi. Yolg'on gapirma menga. U senga o'xshab yolg'on gapirishni bilmaydi. Senga o'xshab yolg'onchi emas. Qanaqa beg'ubor u qiz. Meni baxtimni ko'ra olmayapsanmi? Nimaga men sizni baxtingizni ko'ra olmayman? Axir, men shu dildorni topib berdim-ku sizga. Endi men yomon, u yaxshi bo'lib qoldimi? Gapiring. Gapni aylantirma. Bundan keyin unga ortiqcha gapiradigan bo'lsang, men seni ayab o'tirmayman. U meni jufti halolim. Uni himoya qiladigan eri bor. Men borman. Sen meni rashk qilib, uni jig'iga tegishni yig'ishtirgan. Umuman meni rashk qilmagan. Tushundingmi? Men senga hech kimman. Sizdagi eri boridan yo'g'i yaxshi. Vaqtida qutuldim sizdan. Lekin o'rtada qizimiz bor. Odam shunchalik ham pastkash bo'ladimi? Oy, kerak bo'lsa-chi, yana uraman. Kim deb o'ylayapsan o'zingni? Ha? Kim deb o'ylayapsan? Oramizda sen bilan hech qanaqa aloqa yo'q.